do'stlar, men sizlar bilan Artikga bu safar drakonga portlovchi ekanlarga ochib o'rgatib qo'yamiz. Hamda drakonni yutib ketamiz. Qani ketdi. Do'stlar, anjancha gapirmasdan Toshkentcha ham gapiraylik. Laklashdan chiqmasin, paspiska ham. Qani ketdi. Yangi Minecraftda o'tirdim. Shuning uchun sal o'zgarib qoldi. Lucky Block ham o'ynaymiz boshqa kun. Birinchi do'stlar jonsiz olamiz. Bosamizda ketamiz. Endi biz kutamiz. Do'stlar, mana kirdik. Birinchi Liboy joyda bo'laveradi, sal tekstra yer topganimiz yaxshiroq-da sal. Endi bu yoqqa boramiz ekan, mana shu yerdan yer chiqadi garantiya. Chiqamiz rostdan o'zi. Lekin lag esdan chiqmasin do'stlar. Paspiska ham bosaveringlar. Artik yanada kuchayish uchun davay. Video qo'ymay qo'yib o'zinglar ham bilasizlar. Like'lar mashqa kamayib ketdi do'stlar. Uning uchun bo'lgani portlatishimiz uchun birinchi mambudan kerak bo'ladi, olamiz. Keyin mambudan kerak bo'ladi ko'zdan. Olib turib mana mashtarab qaraymizda bitta. Qo'yib turib 10 ga qaraymiz. Mana shu ko'rasizlarmi? Bu chizig'i tepaga turish kerak. Mana bitta qo'yamiz. Buni bunday qo'yib bunday qo'yamiz. Faqatgina mana shunday bo'ladi portlatish uchun. Keyin mana bunday 10 gacha qilmasdan bu mana ashna tekis qo'ysak bo'ldi. Bu kuchasiga qo'yib tashlaverasizlar o'zlar. Tekis qo'yilishi bo'ladi bular keyin. Mana endi do'stlar qarab turinglar. Bir deganda portal ochiladi. Ko'rdinglar mana. Endi keyingisi. Nezerga ochish. Nezer blogni olamiz. Bizga zajgalka kerak bo'ladi. Nezer blok bilan zajgalka. 1 2 3 4 5 yo'q. 5 6 6 toptir. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 xullas. Bu yerda mana shu 6 mashinani ko'rdinglar do'stlar. Mana keyin bosib turib bunday qilamiz. Do'stlar, mana qaranglar, keldiga. Bu qarang, mana shu ana bitta bloklardan bittasiga bitta bosib qo'ysang mana. Ochildi ana kattasi. Ko'rdinglar, xohlaganingizcha qilsanglar ham bularni kichkinadan ham chiqadi mana. Mingcha qilsanglar ham chiqaveradi do'stlar. Jon sanash shart emas. Mana shu portallardan qilib olasizlar do'stlar mana. Bunisi Nezerga, bunisi drakonga. Ishonmasanglar mana ketdi. Ender drakon. Tug'ildik. Ketdi. Ender drakon deb chiqib qoldi. Ko'rdinglar. Bu drakon uchib yuribdi, ko'ryapsizlar. Makka bu so'rasi ding. Buni chekalarni sindirib olsanglar o'zingizlarga foyda. Endi do'stlar, yana uyga qaytamiz. Qani ketdi. Yana bitta portlovchi. Faqat tekis qo'yamiz. Tekis qo'ymasak o'tirmaydi. Tek. Ding. Do'stlar, mana qo'l chiqadi Minecraft. Tugagan ko'rishdi. Minecraft tugatdim deb xursand bo'lib ketmanglar. Minecraft hayotda tugamaydi. Tugashi ham mumkin. Artik 2. Oh my god.
Minecraft o'zbek tili qilishni ham o'rgataman hozir. Keyingi safarda unisi. Buning uchun like'lashdan chiqmash kerak. Men sizlar bilan yana pastpichka like'lar ishdan chiqmasa, xayr do'stlar, yanada qiziqarli videolar qo'shishga harakat qilaman.